Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan adm.sport saytida umumiy o'rta ta'lim maktablari jismoniy tarbiya o'qituvchilarining malaka toifalarini baholash, ya'ni amaliy imtihonlarni elektron tizimga kiritish bo'yicha video qo'llanmani ko'rib o'tamiz. Demak, biz buni adm.sport saytida bajaramiz. Har bitta maktab direktorlariga, ya'ni komissiya raislariga komissiya toifa imtihon roli berilgan, ya'ni komissiya raisiga o'sha bo'limdan kirib natijalarni kiritishimiz mumkin. Demak, buning uchun hujjatlar oynasiga kiramiz. Birinchi baholash mezonlari qay tartibda baholanadi, har barcha ma'lumotlar ushbu oynada mujassam. Guruhlarni shakllantirish, komissiya tarkibini yaratish va guruh vedомства. Birinchi navbatda komissiya tarkibini yaratishdan boshlaymiz. E'tibor bersak, bizda hozir o'tgan mavsumda komissiya tarkibi yaratilgan. O'shani o'zini qoldirsak ham bo'ladi. Yana qayta yaratishimiz shart emas. Ya'ni misol bekor qilishini ko'rsatib o'taman. Agar kimda yaratilmagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar kiritiladi. Direktorning, ya'ni komissiya raisining ma'lumotlari kiritiladi. Kiritilgandan so'ng oxirida saqlanadi. Faqat bitta narsaga alohida e'tibor berishni so'rab qolardim. Kiritganda mobil raqam, ya'ni tizimga bu yoqqa boshqarmaga berilgan raqam bilan mana bu tizimga kiritilgan raqam bir xil bo'lishi shart. Ya'ni administrator tomonidan tizimga kiritilgan raqam bilan mana siz raisga kiritayotgan raqamingiz bir xil bo'lishi shart. Agar bir xil bo'lmasa, sizga tizim baholashga imkoniyat bermaydi. O'shanga alohida e'tibor berishni so'rab qoladim. Demak, mana komissiya tarkibini, ya'ni komissiya raisini tasdiqlab qo'yamiz. Bu ma'lumotimiz tayyor. Endi guruhlarni shakllantirishni boshlaymiz. E'tibor bergan bo'lsak, o'tgan mavsumda mana bu Angor tumanida 3 ta guruh yaratilgan ekan, ya'ni erkaklar birinchi, ikkinchi va ayollar guruh. Diqqatli e'tibor bering, bitta guruh 30 ta ishtirokchidan shakllanadi, ya'ni bitta guruh sodda qilib aytganda 30 ta abituriyentdan shakllanadi. Shunaqada, misol uchun hozir sizda jami 100 ta ishtirokchi bor. O'shandan 60 tasi, ya'ni 65 tasi erkaklar, 35 tasi ayollar bo'ladigan bo'lsa, shunaqada 65 ta erkaklar uchun 3 ta guruh yaratiladi, 35 ta ayollar uchun 2 ta guruh yaratiladi. Chunki maksimum guruhdagi maksimum ishtirokchilar soni 30 nafarni tashkil etadi. O'shuning uchun 35 ta bo'lganicha 2 ta yaratiladi. Demak, guruh yaratishni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda guruhlarni oldingi guruhlardan chalkashtirib yubormaslik uchun mana yaratishni bosamiz. O'shanda guruhning nomini biroz o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni mana birinchi mavsum. Mana mavsum tanlaymiz. Birinchi mavsum, jinsi misol uchun erkaklar, guruh nomi yozamiz. Birinchi mavsum erkaklar birinchi guruh. To'g'ri, kopiya qilib olamiz. Imtihon bo'lish vaqti, misol uchun imtihonimiz qachon bo'ladi deylik, misol uchun 12-da. 12 may ertalab soat 9:00 muassasa hududi. To'ldiramiz. Saqlaymiz. Mana yaratildi. Endi tasdiqlab qo'yamiz. Tasdiqlab mana. Birinchi mavsum erkaklar birinchi guruh. Ya'ni yuqoridagi guruhlar bilan chalkashib yubormaslik uchun shu tartibda yaratdik guruhni. Demak, yaratamiz. Yana xuddi shuni birinchi mavsum jinsi erkaklar, guruh nomi shu, kopiyani tashlaymiz. Bu yerda ikkinchi guruh qilib to'ldirish. 12 may soat 9:00 to'ldirish. Imtiyozni qo'llash uchun asos bu joyga yozishimiz shart emas. Tashlab ketsak ham bo'ladi. To'ldirishni bosdik, saqlaymiz va tasdiqlab qo'yamiz. Xuddi shu tartibda ayollarnikini yaratamiz. Ayollar ham birinchi mavsum, jinsi ayollar, guruh nomiga mana bu joyga ayollar deb qo'yamiz. Demak, ayollar birinchi guruh to'ldirish. 12 may soat 9:00 to'ldirish. Demak, saqlab tasdiqlab qo'yamiz. Ya'ni xuddi shu tartibda guruhlar yaratiladi. Har bir hududiy boshqarmalar orqali o'sha imtihon oluvchi sport ta'lim muassasalariga o'sha hududdan ariza bergan ishtirokchilar ro'yxati berilgan. O'sha ro'yxatdan kelib chiqib, erkak ayolni ajratib olib, sanab, har bitta guruhni 30 tadan to'ldirib, guruh yaratib qo'yishimiz mumkin. Demak, xuddi shu tartibda guruhlar yaratib bo'ldi. Endi guruh vedомства. Guruh vedомства e'tibor bersak, bu yerda 3 ta o'tgan yildagi guruhlar turibdi. Endi siz guruhlarni to'liq sizdagi
to'liq, misol uchun bizda hozir 100 ta imtihon topshiruvchi bor edi. O'sha uchun 65 ta erkaklar, 35 ta ayollar bo'ladigan bo'lsa, erkaklarga 3 ta guruh, ayollarga 2 ta guruh yaratib olgan bo'lsak, biz boshqarmaga, hududiy boshqarma akti bo'lim boshlig'iga murojaat qilish orqali biz vedomosto to'ldirib olamiz. Siz guruhlarni yaratib bo'lgandan so'ng hududiy boshqarmaga murojaat qilasiz. Biz guruhni yaratib bo'ldik degandan so'ng ular raqamlashish markazi orqali o'sha guruhlarga vedomosto shakllantirib berishadi. Ya'ni mana quyi oynavani pastda siz yaratgan guruhlarga asosan vedomosto shakllanadi. O'sha vedomosto orqali ma'lumotlarni kiritib baholab chiqishingiz mumkin.